Birinchi marta bu usulda keks tayyorlab ko'rdim. Natija esa ko'rib turganingizdek. Qani ketdik, birgalikda tayyorlaymiz. Idishga margarinni solib, oppoq bo'lguncha ko'pirtirib, ustidan shakarni qo'shib ko'pirtirishda davom etamiz. Massamizni ustidan tuxumni ham solib, barrov mikserlab, qatiqqa razrixlitilni aralashtirib, margarinli massamizni ustidan solib, aralashtirib olamiz. Uni ustidan elangan un hamda kakaoni solib mikserlashda davom etamiz. Tayyor bo'lgan kashasimon xamirimizni yog'langan qolipga yarmini solib, o'rtasidan xohishga ko'ra malina yoki olcha terib, yana qolgan yarmini solib, 180 gradusda qizib turgan duxovkamizda 40-45 minut davomida pishirib olamiz. Endi navbat ganajga. Ganaj uchun eritilgan saryog', moloko hamda kakaoni aralashtirib, bir xil massaga keltirib olamiz. Ganajimiz tayyor. Hech ikkilanmasdan shu usulda tayyorlab ko'rsangiz, albatta kekslaringiz o'xshab chiqadi. Barchaga yoqimli ishtaha. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang.